2025-yil 28-iyun sanasida Black Splenderlarimiz uzilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinda video qiluvdik, uzilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, 3-yoshga o'tgan Silvani olganini ko'ringlar. Aka qanaqa bo'ladi Black Splender deganlarga sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yaqinroq ko'ring. Eng qizig'i kalibr bo'yicha ham chempion bo'lar ekan. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Uni ko'ringlar. Eng qizig'i aka qanaqa bo'ladi deganlarga yaqinroq ko'ring. Mana do'stlar, bunaqa naval qilib turib, tevada po'kibga bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ichi onor qizil bo'ladi. Endi aka Black Demon qanaqa deganlarga, Black Demon nariga 3 qatorida Black Demon mana. Buni ko'ringlar. Ichi sarig'i Black Demon bo'ladi mana. Ichi onor qizili Black Splendor bo'ladi. Black Demon, Black Ampere degani bor. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Slivadan boq qilaman deydiganlar. Bemalol aloqaga tushgan kalibrni ko'ringlar do'stlar. Yirilik o'ta yirik bo'ladi mana. 3-yoshda olganini ko'ringlar. Mana holatlari o'ta zo'r bo'lgan. Hosildorligi ham o'ta zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga yeb ham video qilaman. Do'stlar, o'ta shirin sliva bo'ladi. Slivadan boq qilaman, ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Eng qizig'i 3 ga 4 sig'ma deganimki, aka necha kilogacha kilosi bor deganlarga mana ko'rsatib qo'ying. 25 kilodan 50 kilogacha yuki bor. 3-yoshda olganini ko'ringlar. Mehnatga bitta like bosib qo'yamiz. Slivadan boq qilaman deganlarga bitta jo'natib qo'yamiz. Mehnatlarga yana bittadan like.